Ikki do'st hikoyasi. Bir kuni cho'lda ikki do'st tortishib qolib, biri ikkinchisiga tarsaki tushirdi. Tarsaki yegan do'sti bir og'iz ham gapirmasdan qumga "Bugun mening eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi" deb yozib qo'ydi. Ular yurishda davom etishdi va bir ko'lga kelib qolishdi. Shunda tarsaki yegan do'sti cho'milgisi kelib suvga tushib cho'kib ketdi. Uni ko'rgan do'sti qutqarib oldi. O'ziga kelgach esa u toshga "Bugun eng yaqin do'stim mening hayotimni asrab qoldi" deb yozib qo'ydi. Tarsaki tushirgan do'st undan "Nega seni xafa qilganimda qumga yozding-ku, hozir esa toshga yozyapsan" deb so'radi. Shunda do'sti "Qachonki kimdir bizni xafa qilsa, uni qumga yozishimiz kerak, toki uni shamol uchirib ketsin. Kimdir yaxshilik qilganda esa uni toshga yozishimiz kerak, toki uni hech qanday shamol uchirib keta olmasin." Barcha xafagarchiliklarimizni qumga yozib, yaxshiliklarimizni toshga yozishga o'rganaylik. Tuningiz osuda o'tsin azizlar, bizni kuzatishda davom eting.